Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsligimiz pechkada quyish, terish va pishirish jarayoni bo'ladi. Ko'zachamizni dastgohda yasab bo'lgandan keyin buni uy haroratida 3-4 kun quritiladi va mana bu holatda. Bu qurigan. Quriganidan keyin ko'zachani oddiy ho'l gubka bilan sayqallaymiz. Bu yasab bo'lgandan keyin buni qo'l bilan masalan ko'tardingiz, qo'ydingiz u yoq bu yoq ortiqcha chiziqlari va qo'l izlari qoladi. Shuning uchun ho'l gubka bilan buni sayqallaymiz. O'sha ortiqcha nimalarini ketkazadi. Mana shunday. Buni hozir pechkada terish jarayonini ko'rsataman. Bu pishirishga tayyor ko'zachalarimizni hozir pechkada terib va birinchi pishirish jarayoni bo'ladi. Bu birinchi pishirish jarayoni katta haroratda pishirilmaydi va birinchi pishirish kerak bo'lgan narsalar masalan bir-biriga ustiga qo'ysa ham bo'ladi, bir-biriga tegsa ham hech nima qilmaydi. Mana shu holatda pechka mana shu yerda to'lguncha tersa bo'ladi. Bu pechkani eshigini oxirigacha yopmaymiz. Bu juda ham muhim. Ozgina ochiq qoldiramiz. Pishirish jarayonida qolgan namligi chiqib ketishi kerak, ya'ni bug'lari. Hozir esa pechkani yoqamiz. Birinchi pishirish 700 haroratdan sal oshiqroq bo'lishi kerak. 700 dan 800 gacha pishirsangiz bo'ladi. O'rtachasini qo'ysak ham 750 gradusda. Haroratini to'g'rilaymiz 750 gradusda. Birinchi pishirishimiz 750 gradus haroratda pishiriladi va hozir buni 750 ga to'g'riladik. Yoqamiz. Avvalida pechkamizda 4 ta spiral bo'ladi. Buni 4 talasini ham birdan yoqilmaydi. Avvaliga pastgi ikkita qismi yoqiladi. Bu nima uchun kerak? 4 talasini birdan yoqsa, pechkamizdagi ichidagi harorati birdan ko'tariladi va ichidagi narsalar tez isish paytida yoriladi yoki portlab ketishi ham mumkin. Shuning uchun asta-sekinlik bilan ko'tariladi va og'zi mana bunday ochiq qoldirib, ichidagi pechkani ichidagi bug'lari chiqib ketishi uchun. Ikkita spiral yoqiladi 250 gradusga yetguncha. 250 gradusga yetgandan keyin pechkani og'zi yopiladi va 3-spiral yoqiladi. 3-spiral yoqilgandan keyin 500 haroratgacha 4-spiral 500 haroratda kelganda 4-spiral yoqiladi. Pechka ichidagi harorati 500 darajada yetgandan keyin 4-spiral yoqiladi va ustidagi glazok yopiladi. Va kerakli haroratga kelganda 750 gradusda pechka o'z-o'zidan o'zini o'chiradi va birdan pechkani og'zini ochib sovutish kerak emas. Bu juda ham xavfli. Pechka o'chgandan keyin pechkani sekinlik bilan sovutish lozim. Avval ustidagi glazok ochiladi va 2-3 soatdan keyin esa og'zini ozgina ochiq qoldirib, mana shu holatda 10-12 soat pechka turadi. 12 soatdan keyin esa og'zini ochiq qoldirib ichidagi narsalarni olishingiz mumkin. Pechkamiz tayyor, birinchi pishirish jarayoni o'tdi. Ichidagi narsalarimiz sovib bo'ldi. Sekin ochib
Ko'zachamiz chizishga tayyor bo'ldi. Rang berishga tayyor bo'ldi.